Uy sharoitida nutqni rivojlantirish. 6-kun. Farzandingiz uzoq gapirganida nafasi tez tugaydimi? Bugungi mashqlar nafasni boshqarish, nutq ritmi va xotirani rivojlantirishga yordam beradi. Birinchi, sovun pufagini puflaymiz va imkon qadar eng kattasini chiqarishga harakat qilamiz. Bu uzun va bir tekis nafas olishni o'rgatadi. Ikkinchi, tabassum naycha mashqini tez bajarib, u tovushlariga o va a ni ham qo'shamiz. Uchinchi, joyida sakraymiz va har sakrashda bitta bo'g'in aytamiz. Ma, pa, harakat va nutq ritmi bir-biriga uyg'unlashadi. 4-chi, nima yo'qoldi o'yini. 3 ta buyumdan bittasini yashirib, boladan qaysi biri yo'qolganini topib aytishni so'raymiz. Bu xotira va lug'at boyligini rivojlantiradi. Bugun ham mashqlar uchun atigi 10 daqiqa ajrating. 30 kun davomida uy sharoitida farzandingizning nutqini biz bilan rivojlantirish uchun obuna bo'ling.